91. Sure Şems. Mekkede nazil bolgan 15 ayet. Nihayet şefqatlik ve mehriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Quyosh ve uning nuri bilan qasamki, quyoshga ergashgan chog'dagi oy bilan qasamki, quyoshni oshkora qilgan kunduz bilan qasamki, quyoshni yoshirgan chog'dagi kecha bilan qasamki, osmon bilan ve uni bino qilgan zot bilan qasamki, zamin bilan ve uni bino qilgan zot bilan qasamki, nafs bilan ve uni chiroyli qilib yaratgan, uningga yaxshi yomonlikni bildirgan zot bilan qasamki. Nafsini pok qilgan odam cho'qim murodiga yetadi. Nafsini kufri ve fisqi fujur bilan kemsitgan odam cho'qim noumid bo'ladi. Samud detidan oshqanlik uchun payg'ambarni inkor qildi. Ayni zamanda Samudning eng badbaxt odami mo'jiza bo'lib kelgan tugini o'ltirishga oldirdi. Ularga Allohning payg'ambari, ya'ni Solih alayhissalom, Allohning tugisiga chiqilmanglar, uni suv ichishdan to'simanglar dedi. Ular payg'ambarni, ya'ni Solih alayhissalomni yolg'onchi qildi. Tugini o'ltirdi. Gunohi tufaylidan Alloh ularni talto'kis halok qildi. Umumyuzlik halok qildi. Allah uning, ya'ni ularni halok qilganligining oqibatidan qo'rqmaydi.